Ko'ryapsizlar? Yumshoqqina machokatay. 1, 2, 3. 1 stakan shakar. Ko'pirtiramiz. 1 stakan sut. 0,45. Ko'p bo'ladi deb o'ylamanglar. 2 stakan un elaklangan. 1 pachka razrixlitse, 1 pachka vanilin. Un bilan birgalikda solish kerak. Aralashtiramiz. Qolipni yaxshilab yog'lab olish kerak. Yong'oq, mayiz solsa bo'ladi, lekin meni bolam oddiy pirogni yaxshi ko'rgani uchun hech narsa solmayman. Mana oldindan yaxshilab qizdirilgan duxovkaga 180 darajada pishgunicha soviganidan keyin qolipdan olish kerak. Bu go'zallikni qaranglar. 3 kun tursa ham hech narsa bo'lmaydigan pirog.